Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli görürmenler. Bugünkü ilmin zakitini belgeler programımızın ikinci kısmınınki ikinci bölümü girdik. Bayatığı bölümde biraz Ezza İsa hakimizni tanıştırıp öttük. Ondan keyin akademiya yığını ve özününki ündidar doğrusu etpagan biraz tadqiqat temiz doğru sözler berdi. Hem de ikinci bölümde Engiliyadagi hayat ve okuş doğrusu da biraz kısaca ma'lumot berse deb o'yladik. Buningda nimani so'zlaymiz degan chog'da Engiliyada Uyg'urlarniki hayot to'g'riligiga bir qisqacha to'xtalsangiz, undan keyin vatandan chet elda o'qish orzusi istikida bo'lgan o'quvchilar va yoki tadqiqot qilmoqchi bo'lganlar qanday hozirliklarni qilish kerak, bu yerda o'qish uchun agar sizning vasıtanız orqali aloqalashib maslahat so'rab qilsa bu jihatlarda albatta qo'lingizdan keladigan yordamlarni aymaydiganligingizni bilamiz. Shunday bo'lsa-mu, ba'zi hozirlashga tegishli hujjatlar bo'ldi, materiallar bo'ldi. Ondan keyin qanday saviyaga kelish ingliz tilida shu. O jihatda iqtisodiy jihatda qandayroq bir saviyada o'zini hozirlagan chog'da undan keyin xotirjam o'zini o'qishni o'qiladi. O'qigandan keyin o yerda bir o'qish jarayonida xizmat ishlash ehtimolliklari bormi yo'qmi? Uyg'urlarningki tadqiqot nima desizlar to'g'riroq qaysi taraflarga ketib bordi, shu to'g'rida biroz so'zlab bergan bo'lsanglar. Rahmat bo'ladi. Endi bu Angliya to'g'risidagi hayot bu Uyg'ur yoshlar o'qishi, yoshlarniki Ondan keyin qanday shaklda o'qishga qabul qilish, maktab tanlash, berish, bu tarafdan so'zlashdan ilgari men shu Angliya to'g'risida bir qisqa ma'lumot beraydi. Angliya qanday davlat? Bu Angliya deganimda bu Angliya asli Uyg'ur tiliga bu xato qabul qilingan ismda. Angliyaning rasmiy davlat ismi Buyuk Britaniya. Buyuk Britaniya. Biz xabar bor, mesela Shotlandiya mustaqil bo'ldi, u mustaqil talab qildi. Mustaqil vaz keçdiğinde gaplarni belki men taraflarda anlatıdı. Shotlandiya demek şu Angliya, yani Angliya, Büyük Britaniya ittifaqidagi bir avtonomiya darajadik bir mamlakat desakmi bo'ldi yoki rayon desakmi bo'ldi, chunki ularning o'ziniki qonunlari va parlamentlari va bayroqlari bor. Demak, Angliya shu Büyük Britaniya ichidagi 4 avtonom muhtariyat yoki knazlikning birisida England, ya'ni buni England, Angliya deb tanilgan. Tabii Angliya ingliz tiliniki paydo bo'lgan, rivojlangan va taraqqiy qildirilgan davlat shu Angliya hisoblanadi va Buyuk Britaniya o'ziniki imperiya davrlaridan 500 yildan buyon şu davrlarda o'ziga yandaş mesela Englanddan boshqa üç cumhuriyet, üç avtonom cumhuriyetler, Shotlandiya, Shimoliy Irlandiya, Wales. Bunlar asosan deydi tili atmosfera yo'qolib ketganda, nayt az qolgan, amli qo'llanmas darajada yetib ketganda, hammasi va bu til Yangi Zelandiya, Avstraliya, Kanada, Amerika ve dünya sahneге chiqqan bir tilda, hamda bugungi fan-texnik ma'rifat masalalada bu ingliz tilining qo'llanilishi nihoyatda jonliq, umumlashgan, nüfusi ko'pda, qo'llanish davlat nüfusi, insonlar nüfusi ko'p. Hamda to'g'ri, vatanda qizillik nihoyatda ko'p, ingliz tili yoki boshqa fransuz tilidaymiz, german, boshqa Yevropa tillarini til o'rganishga, mesela arab tilidaymiz, turk tili yomon ko'p qiziqilib, buni odam xo'shallantiradigan bir ish yoshlarda. Ama buniki ama yoshlarniki tajribasi kam, hayot tajribasi qanday yo'lni menish. Mesela bir o'quvchi Uyg'ur chet elda o'qiyman, Angliyaga chiqib o'qiyman, misol deymiz. Angliyaga chiqib o'qiymiz, qanday yo'llarni tanlash kerak? Deganda bu halqi masalan o'rta maktab bitirib yoki oliy maktabniki bitamaylam bu oraliqda bağlanan ko'pinchisi yomon tas. Chunki bunda bir narsa tabiiyada birinchi, agarda
Angliyada o'qiyman degan arzusi bo'lsa, har qanday yoshlarimizniki vatandan imkoniyatlar qulay. Boshlayotgandim shundoq. Eng avval ingliz tilini bir qancha yil o'rganib, eng az bo'lganda 3 yil biz o'rganmay turib, Angliyada yoki Amerikada yoki ingliz tilli mamlakatlarda, ingliz tilli mamlakatlarda o'qiyman deyish endi bo'ladi, ammo u bir to'g'ri usul emas. Nayt qiynalib ketadi. Ba'zi vaqtlar berish mumkin, ammo to'g'ri yo'l yana. Agarda shundoq o'qish orzu qilib bo'lsa, chuqur o'rta maktabdan boshlab ingliz tilini aytmakka tutish kerak. Masalan, Yevropaning ma'rifati o'rnashgan ingliz tilida yoki ikkinchi bir tilda boshlashdan boshlab tarbiyani olib boradi. Olim tepagacha masalan Yevropadagi xuddi o'zini ona tilida so'zlaydi ingliz tilini. Muddatlar shundoqda unutib ketgan. Demak, bu masala shu o'rta maktabdan boshlab agar shu ota-onalar farzandlariniki o'qishni ching tutsa, bu muhimligini men sharhlasam bo'ldi ingliz tilining muhimligini. Chunki muhim bir til xalqaro fan texnik bo'lsin, har soha bo'lsin. Chunki dunyoda hozir ham shu qisqacha qistirib o'tsak, dunyodagi hozir mediadagi uchur aloqa vositalari orqali o'rtaga chiqayotgan uchurlarniki 40% deydi. Shu ingliz tilida chiqyotidi deb shuni statistika bakan deb angladik hamda. Shunga naqtan muhim ekanligini bir kompyuter ishlatib baqqan, ingliz tili o'qimasam masalan shu bir internet ishlatib baqqan odam uni tunib yetadimi shu. To'g'ri. Shu hamda shunga hamda usul jihatdan, metod jihatdan birinchi sharti ingliz tilini bilish kerak. Masalan, vatan bilan Angliyaniki masalan yoki Xitoy davlati bilan Angliyaniki munosabatlarni olib bilsak, ularning o'rtasida ma'rif sohalarda, iqtisod sohalarida ma'rif sohalarida ko'p anglashmalar, ya'ni kelishimlar bor. O'qib keldilar, o'qiydilar yomon ko'p Angliyada masalan ichki Xitoy o'killaridan-da. Agar Uyg'ur o'quvchilar o'qiymiz desa, eng avval shu ingliz tili o'tkalda o'tish kerak. Angliyaniki ingliz tili o'tkali va Amerikaniki o'xshamaydi. Angliyaniki shu ingliz tili o'tish kerak. Ko'pincha shu eng tuvanchi 6 deyman. Shu 6 dan yuqori elish kerakda. IELTS deb bir testda bir o'lcham bor. Nima English language testing system deb bir imtihonlar bor. U yana meditsina, tabiiy fanlar, ijtimoiy fanlarga o'xshamaydi, uning o'lchamlari numar cheklamasi. Bu imtihonni o'tish kerak. Ondan keyin maktab tanlash kerak. Va maktab tanlashda bugungi kunda masalan O'rimchida turibmi, Qashqarda turibmi, shu ingliz tilini bilish shart shuda, ingliz bilgandan keyin o'zi tanlay oladi maktabni. Masalan, hech bo'lmaganda Google olamdi, agar o'tni kiramsa, Baidu kirsin bo'ldi. Studying in the UK deb shuni yoza olsa, inglizcha bir muncha tanlab berdi, chiqarib berdi. Izlash qo'llanmiz appdan. Chiqarib bergan shuni qarab maktablar ko'rsa bo'ladi. Ondan keyin albatta alohida cho'ng imtihon tush kerakda. Imtihon natijasini olgandan keyin shu laqat bo'lgandan keyin imtihon tayyorlanadi, ijtimoiy tanlab imtihon qatnashadi. U imtihon qatnashishni ham tur orqali bekitalaydi. Hammasi taraf qila oladi. Undan keyin maktab tanlagandan keyin maktablar aloqa qilishadi. Pulni bank orqali bajaradi-da. Masalan, yana bir tavsiyada vatandaşlarning o'xshash chuqum xalqaroliq o'tadigan bank kredit kartasi bo'lishi kerakda. Kredit kart bo'lishi kerak yoki Visa kart deymiz, kart bo'lishi kerakda. Mushunga misol qaraldi ekan, undan keyin u Urumchida ya Qashqarda ishlatgan bank kartlar xalqaro pul ma'amilda banklar o'tmaydi. O'tmaydi, uni pulni o'tkazolmaydi. Bu hech qanday bir odamning vosita pul ketmaydi bugungi kunda. Hammasi turda. Bank orqali shu Jungo bankasidan bejirsa bo'ladi. Xalqaro pul muomalaga kredit ishonch turg'izilgan banklardan maktabning pulni manqus bo'ladi. Maktab pulni topshirib olgandan keyin yüz ishonch, uni hech qanday qayg'urmasi bo'ldi. Unda ishonch ekan narsa. U maktab ankin shu imtihon o'tgan qog'ozni natijasini yo'llagandan keyin maktab uni o'qish qabul qildik deb bir o'qituvchini yollaydi. Ko'pincha bu internet, email, xat orqali bo'ladi.
boşaltın pek köp kullanılmaydı adette. Jarayonlar shunday bo'ladi. Ondan keyin bir narsani deymanda, masalan, Uyg'urlar ko'p bo'lib ketdi hozir. Turkiyada mubodab anglayman. Odamlar orqali qilgandan keyin mushtaq nurg'un o'quvchilar Malayziyadan, vatandan nurg'un xat yozdi. Palaniga mashg'ul bergan to'q, o'qishni qilib deb qilganda, pulimiz yo'q, maktabning xetimi yo'q. Yoki da ba'zida deb bir yillik deb o'qishga 6 oydan keyin o'qish to'ydi dedi. Mushtaq narsa shunga ishonch turg'ish kerak yoshlarga. U odam vasitasi hech qanday yuradi, hech qanday odamning vasitasi bo'lib, "Men o'qishni bajarib beraman Angliyada." Sen maaş buldun, onda iş yok bugün günde. Bunu düşünüş gerek bu tarafına. Şu an bir oda kısacaktın koymuşlar yetişti. Mesela o uçursa Allah ya 100 pound, 200 pound demez. 1000 pound, 2000 pound sterling uçtaydı. 1000 pound sterling diyen gep, bakış ben 10 bin yuandan köp diyen gep atanıp buldu. Ben bu işlere dikkat kılıp, adam vasıtasının ornu yok. Eğer de fakat bilinmey, internet torlarını bilinmey kısa, beni şu ismini turuk yazarsa, internet men Gmail olamdı, Facebook olamdı, hepsini tapalım, torbatlarımdan tapalım email adresimini. Belki tapamızı Latince, İngiliz dilde AZ, ISA. Bu benimki Latince yazılışım ismim. AZ, ISA. Aziz İsa deb yazıldı. Aşın yazıp Google'ga bir eklesim, benim email adresimi çıkarıp durdu. Bugünkü hemmesi neyim болып ketdi, hemmesi torda. Şunu yazıp Facebook ismini çıkarıp durdu, beni xat yaza alaydı iş bulmaganda, meni mesela dostum bulmasam xat yaza alaydı, ben bunda işte. Yoldaşı buludu, şunda demekçi bak, şunda xatlar keldi bana. Xat inkaslı keldi, qarsa men tuyunan insanlar Londondaki, hem de onu men qasdan emas, unda avaçlıqlar men özümni nuqus xalımıdım. Çünki onu men mesela ben üzük ettim, bu mening işime məskiz qılıb şu adamı üzüdən sorang. Onun kimisi bu işiniz mən yerdən qılıb olamayman. Bu nayt bir addi bir iş. Bir adamın sizge bidak düş ketmeydi oturda. Biraz Allah'lasınız buludu. Eğer siz İngiliz dilini yaxşı oxunmagan bolsun, xabarınız bolmagan bolsa, onu üzünüz pişansını görün. Demek siz resmi yüzünde okul kemmediniz. Eğer siz okuymansınız, çoxum İngiliz ötkəldi ötün vatanda. Vatanın aşını yep durup şey ötüp, onun diki okuş çıkın, yol diyeniz şu. Dep başta qılıp Malayziya başladı yazğanlama boldu. Şu onu qanun orunları desek bek sat boldu da axırsa. Çünki Angliyada bir qanunda yaman çiң bundaq işlarda resmi fraud deydi, aldam cinayeti boldu da. Bu mesela qılaymagan kişilerden pul elib, onu işte qılıb bermey. Bundaq hikayelerini biz Qazaq Qırğızstanlarda anlaytdık. Angliyaya kelgan şu bundaq işlar. Şu bir qancha xatlar keldi bana. Ben müşkevni qıvatman, şu insanlar özür buldu, kim özür buldu, men neyim datqanım bilib yaşap atqanlar. Bu bir mesele. Yan birisi andan keyin masalan to'g'ri bir qiyinchilik bo'ladi o'qishniki, maktablarni tanlash, qaysi maktablarniki masalan tabiiy fan, ijtimoiy fan sohalar bo'lsin. Andan keyin buningda qiyinchilik uchrasa, men deganda men bilan Alloh qilsa, maslahatim so'rasa, men qo'limdan kelganini bilganimni men maslahatni beraman yoshlarimizga. Biz şu hemimiz, biz yaşlarımızın texim köp bilim elişini, yukarı ali bilim yurtturup verip o'qishni hemimizin arzusu. Angliyada mı, Büyük Britanya'da dünyadaki 10 çoğun üniversitelerindeki en meşhur üniversitelerindeki 3'ü. Büyük Britanya'da Angliya matematik taraqqigan, sistemlaşqan, o'qitish usullari hem jihatlardan Amerikada hiç qilishmaydi. Bu bir tarafı, ondan keyin yana bir ish, masalan o'qish munosabatida ondan keyin scholarship, masalan o'qish mukofotlari berdi. Unimi shu masalan Angliyada bir nisbat torbatlarning oxirida AC deb torbat adresining oxirisida AC deb oyoqlashganlarning hammasi akademik bo'ladi. Masalan University of London diyen bolsa, onunki LU mesela qısqartılmışsa da, mesela bir mesela University College of
University College of London bo'lgan bo'lsa, ashun hada qisqartmasi qilib og'ir chekitdan keyin CO chekit AC bo'ladi. AC deganimiz akademik degan gap. Avo CO bu Angliyaniki domain yani adresi qartilganda Angliyan markasi. Ashuni qarab web adresdan keyin .com bo'lmaydi, boshqa web adresdan keyin akademik o'rinlarniki İngilizce CO.ac bo'ladi. Mushunda akademik o'rinlar degan. Bu o'rinlar aqalli hammasi asosan ishonchlik. Andan bundaq nimalarda universitetda o'qigan vaqtida to'liq ma'rifat sistemida shunga agar masalan ingliz tilini alayda yaxshi o'tirib bitganlar bo'lsa, ular chuqur shu ingliz imtihonlarida o'tib shu shartlarni hozirlagan bo'lsa, masalan tayyorlik to'liq kursniki tayyorlik sinfiga 1 yillik 2 yil ingliz tili kiradi. Uni tugatgandan keyin shu imtihon bağlandığı için imtihan aldı ingliz tili seviyesinde tekşüraydı. O imtihan özel to'liq kursga kirib o'qiy oladi. Bu tarafı to'liq kursdan mesela üniversiteden bitirib üniversitedeki bağlanlar bo'lsa ingliz tilidan imtihandan o'tganlar bo'lsa ya 6 ay ya 1 yil yana qaytadan ingliz tilini o'rganib uni rasmiy kasb kirib magistrlikdan boshlab shu yuqori akademik o'qish fursatligiga erishadi va kiralaydi doktorlik qilishi toki. Buni tushunish kerak bu tarafini. Ondan keyin masalan biz vatandan chiqib yoki Malayziyaga borsak ya Qozog'istonga kelsak oson kelayotganmiz, bu hammasi avvalchilik. U qilmaslik kerak yoshlar. Eng yaxshisi imtihonni o'tasa o'lchamdi. Mayli Amerikaning TOEFL desa yoki Angliyaniki IELTS testini o'tsin, bash imtihonni o'talsa o o'quvchilarniki nimasi prosta ko'p prosta. Chunki anglashilmalar bor davlatlar o'tirsida. Bu aniqdan paylanish kerak. Bu Angliyaniki hamda o'qish xarajatlari va boshqa qarasa to'g'ri Angliyaniki favqulodda qimmat. Angliyaniki o'qish yaxshi emas. Germaniya, Fransiya va Shimoliy Yevropa Skandinaviya bu davlatlar qisishtirganda Angliyada o'qish yaxshi qimmat. Taxminan bir chet ellik o'quvchi zodi bir o'qish yilda ishlab qo'shimcha ishlaydi, 15 soat 20 soat ishlash haqqi bor ko'pincha joylarda, ko'pincha maktablar. Bir haftadami? Ashtaqa vaqtimda 15 ming pound sterling bo'lmasa o'qishni davom ettirolmaydi, bir yillik o'qishni. Demak 150 mingdan 200 ming vatani pul bu xarajat bo'lmasa bir o'quvchi bir yil o'qishni davom ettirolmaydi. Ammo Yevropa boshqa davlatlarda undaq emas. Amerikada belki azroq bo'lishi mumkin. Angliya qimmat o'qish. Shunga o'quvchilarniki Angliya ko'p o'qiganmasligining yana bir sababi shu iqtisodiy masala. Bu tarafni bildirishim kerak. Ben bir ağina battı Enver deb. O bilisi tanıyorsunuz için. Onu şu ben okup kompüterde injenerlikte okuptu. Ondan keyin biz Türkiye'de bir şirkette birga işledik. O şu kompüter kısmında oldu. Ben işqatını çıkıp kalgandım ki yani ondan işlep ben şu okuş pulumda ben şu Angliyada işlep Angliyada qaytımsam bo'lmaydi. Ben okuş için qarz aldım. Devlet bana qarz verdi dedi. Bu xil sharoitlari mesela Angliya vatandaşı bo'lib bo'lgandan keyin shunaqa o'xshaydi. Angliya vatandaşı bo'lib bo'lgandan keyin bo'ldi. Angliya vatandaşisi to'g'ri bankdan qarz ola olmaysiz. Mesela Angliya vatandaşidagi Angliyalik yoshlar ko'pinchisi universitetga kirganda davlatga qarz beradi. Yilga 10 ming pound, 15 ming pound qarz olib, xizmat kirgandan keyin o'qishni bitirib, ya 1 yil, 2 yildan keyin shu nima to'xtamdan tuzib qaytirdi bankdan. Bank shaqidan qaytirdi. Shundaq qarz o'qiydi. Shotlandiyada masalan agarda baramiz 21%, Shotlandiyada arzon, chet el o'quvchilar haqsiz emas, ammo arzon Englandga qaraganda. 20-chilik to'g'ri keladi. Masalan 15 ming fond sterling bilan keladi arzon. Bu Angliya buni tushuntirib qo'yib, Buyuk Britaniyaning ichida Angliya knazligi bu universitetlar qimmat, Shotlandiya knazligida arzon.
başqa shtatlarda qimmat o'xshash Angliyaga farqi yo'q. Buni ham diqqat qilish kerak. Ondan keyin yana bir narsa turmush hayot nimdan London bek jiddiy aldrashib bir shahar. Chiqib o'quvchi bolalar ish topa oladi. Masalan 15 soat 20 soat ishlab topa oladi. Asosan shu qahvaxonalarda, tizamaxonalarda ishlaydi, kutuvchilik mulozimatlarini qiladi o'quvchilar. Ondan keyin yana bir ish turmushda hamda Londonniki qatnash gayet qimmat. Yevropa bo'yicha eng qimmat qatnash. Ondan keyin uy turalg'u ijaralardan gayet qimmat. Yemek arzon. Mesela normalde o'qish uchun 15.000 fond sterling ketadi dedik, shundaymi? Normal hayot kechirish uchun odatda mesela normal hayot kechirish bo'lganda masalan agarda mesela ishlamada o'qishlarni markazlashtirib deganda masalan bir oylik bir haftalik ko'pincha xarajat bir haftalik hisoblanadi. Uyning kirasi haftalik deydi. Haftalik hisoblanadi hamma narsa. Dunyoda ashta bo'lganda shu 3-4 chamberlardan keyin o'tirsa, 5 chamberlardan o'tirolmaydi. 100 pound sterling o'tirsa bir haftalik ijosini qo'sini bir 40-50 pound sterling kelsa qatnashga chiqib 250 bilan 300 pound sterlingda shu normal hayot kechiradi. Shu yotoq ijorasi, qatnash, tomoq hammasi. O'qish bo'lsa gaplardi. Ha, shu. Yani haftalik bu-chu. Bir haftalik. Bir oyda bo'lgan chog'da, o chog'da shu 350 hisoblab qo'ysam 1200, 350 dan bo'lib ketsami, xeyli pul keldi. Nag'anamda pound sterlingniki euro va dollar, nima Amerika dollariga solishtirganda pound sterlingniki qimmati yuqori, yuanga solishtirgandami, Xitoyning yuanga solishtirgandami, bir pound sterling 10 yuandan yuqori, hatto ba'zi vaqtlarda 11 yuandan almashtiriladi. Endi orada bir film ko'rib qolgandim internetda. BBC'ning ishlagan bir hujjatlik filmdek bir film kelganda. Shunda bir turk qiz bola Angliyaga yashayman deb kelib, qonunsiz kirdi ekan. Keyin shu qonunsiz kirish Angliyada qonunsiz turish bek qattiq o'xshaydi jazosi shu. Shu tutilib qolmaslik uchun bir börükünü birisiga bir setib, shu bir pasport hal qilib ishlaydi shu. Shunda bir ko'rinish bor-ku hamda. Shunda bek jabatardi hamda-ku. Shunga bu jihatda qitin qonunsiz kirish yoki shu bu jihatlarda qanday diqqat qilish kerak, shundaymi? Bu hamda g'arbning mantiqasida shundoq, Amerikada bo'lsin, Angliyada bo'lsin, Yevropada bo'lsin, hamda shundoq, Buyuk Britaniyada bo'lsin. Bir adam o'zi masalan 18 yoshda oshgandan keyin mustaqil fikr yurgizish ixtiyoriga ega. Har qanday shaklni tanlab qilish o'ziniki ixtiyori. O'qishdan kelibmi boshqa usulda qilib qilish ham bo'ladi. Buni tafsil aytib o'tmasam bo'ladi. Gapimni men tushunolmaydi. Demak, o'g'lim endi har xil vositalar bu imkon bor. Qonunliq yo'llar bilan turish kerak. Pasportning vaqti yetib ketgan vaqtda va biz tutanmaydi. U bu xondikilar avach qolgani shu, eski bo'ldi oqibatlari. Shu imkon bor. Agarda qaytib ketmayman desam, uch deyish kerak hukumatga. Ketmayman. Uning hamda qanday qilish yo'llarini, uniki masalan panohtlash yo'llari bo'ladi. Uchib yetish kerak. Panohtlayman, o'xshamaydi. Men buni masalab o'tirishimning zarurati yo'q, chunki har bir inson o'zining hayotini biladi. Agarda o'sha qonunlar bor, to'g'ri, Yevropada, Amerikada bor. Agar bir shaxsning hayoti tahdid uchirsa yoki yashash imkoniyati bo'lmasa, shunaqa yo'llar bor. Insonlar kategoriyasi bo'yicha panohtlash. O yo'llarim bor. Men bu yerda bir bunday taklif qilmayman, tabiiy, chunki o'qishga imkon bor, yaxshi o'qish kerak. Siz degandek masalan börgün setib bir kinoni ko'tim deysiz. Undan hikoyani ko'p anglaymiz. Hatto saxta to'y qilib degandek yaxshi emas bu. Hech qanday yaxshi emas. Chunki o'qishdan kelganlar chuqur o'qish kerak, yaxshi o'qish kerak. Hamda hayotida masalan kelishmaslar bo'lib, alayli bir ahvollar bo'lib, uning hayoti o'zgarib, masalan yashash yo'llari, masalan vatan qaytish imkonlari tarif degan nurg'un boshqa ahvollar ham odam o'ziniki dastlab deganimdek aql egasiga har bir inson o'z qarorini qila oladi. Chunki birli yaxshiri g'arbda bilim haqsiz. Bilim haqsiz deganimiz
vaqtinizda bo'lsa hech bo'lmaganda to'g'risini ko'ra olasiz. Hech qanday bilim sensoriya cheklim uchirmaydi. Har qanday uchiqishkari. Sochni kirib men qanday yaqib qilayman desangiz, sizga ko'rsatib berdi. Mana shartlar hozirlasangiz, xasingiz bo'ldi bu yerda. Shu uni hammasi til bilsa, bu ishlar oson bo'ladi. Endi hayot shunday aldirashchilik. Lekin men bir yozgan maqolalarimda bayon o'tdim. Siz Buyuk Britaniyani qancha bilsiz deb Uyg'ur yoshlarga, Uyg'urlarga Buyuk Britaniyani, ya'ni Uyg'urcha Angliya deb atilib kelyapti hozir. Mushtatniki bir tafsili ahvolini o'zim bilgan darajada tushuntirib o'tdim, bir ma'lumot berib. Şu maqolalar torlarda bor. Uyg'urcha yozib chiqadi, shuni bir ko'rib baqsa, uni tavsiya qilaman. Shu tuzilma siyosiy tuzilmasidan tortib millatlar munosabati Buyuk Britaniyadagi Uyg'urlarning ahvoli hamma to'xtalgan shu so'zlanganda shu maqolada Uyg'urcha yozilib bosh yaqinda vatandagi va chet eldagi to'rbatlarda e'lon qilingan. Şu bu yerda hamma narsa yoshlarımızın tirishchanligi bog'liq, o'zini bilim egallash, tushunishiga bog'liq albatta. Ya'ni o'ziga tayinish kerak, o'zininki egallagan saviya, ingliz saviya, o'zining ishini o'zi hal qila oladigan, boshqalarga yo'lanmaydigan, menda holat kelargan chog'da Angliyada bo'lsin, mayli boshqa yerda bo'lsin, o'qishini yaxshi o'qiy oladi, o'zininki jinnini obdan baqalaydi degan gap. Shunga dal men demoqchi bo'lganini yakunladingiz. Demak, bu yerda bir-ikkining yordam berishi hech bir ojiz. Bu mustaqillik, Yevropa yoshlar shunday kuchli odatda. Masalan, mustaqil bir davlatlarga berib yurishib qaytgan hammasi tor dunyosi, uchurdan hamma narsa o'zgartiryapti. Bu yoshlarimizni bizim til paylaş kerak. Til ötken tilde qiynalman desa, uni deyotgan tilni o'rganish kerak. Layqat uni imtihonlar o'tish kerak. O chog'da hamma narsa ishil. Bu yerda o'rinsiz o'zini va o'zgini vaqtini israf qilishni zurriyat yo'q bugungi kunda. Rahmat, bu jihatdan yaxshi bir uchurlarni berdingiz. İnşallah. Bayatımı so'zlab o'tdik. Til oltin ochqich, har qanday bir bilimni egallash uchun u tilni o'rganish kerak. Şunu tilini öğrenmeyi turup, özümüzdeki meyli ictimai penler olsun, tabii penler olsun, onun da yaxşı bilimlerine erişişte qiynalamiz. Şuna bu cihette chet elda o'qimoqchi bo'lib, İngilizce o'qimoqchi bo'lgan qarindoshlar, saboqdoshlar, sizlar shu ingliz tilidagi saviyanglarni yaxshi bir yerga ko'tarib, undan keyin chiqishinglarni orzu qilamiz. Endi Angliyadagi hayot va o'qish to'g'riliq mushunchalik to'xtalsak, qarindoshlar. Endi 4-chi bo'lib inglizlar va dunyo, ya'ni Uyg'urlar to'g'riliq qisqacha bir erkin suhbat xarakterida bo'lsa, masalan, hozir dunyoning xo'jasi, dunyoning saqchisi Amerika bo'lib qoldi. Dunyoning xo'jasini kim deydi desa, inglizlar deb o'ylaydi shu nurg'un kishi. Demasa bu bir qari jahongir bir davlat. Nimeninki Abdulqadir Jaloliddin akamizniki yozgan kitoblarida o'qidik. Men Yaponiyadagi xotirlarni o'qigandan keyin uzun mezgildan keyin shu Angliya xotirlarini to'g'riliq o'qib chiqdim. Ondan shu Angliya to'g'riliq yaxshi bir ma'lumotlar bor. Qisqacha ba'zi ma'lumotlar yaxshi ta'sir qilmagan ba'zi ma'lumotlar bo'lsa-mu, ammo umumiy jihatdan yaxshi bir kitob deb o'ylayman. O'sha inglizlar to'g'riliq siz o'zingiz yerda yashadingiz, oilangizmi, bizning yangimizmi, shu ingliz yangimizgan Uyg'urshunos doktorlik universitetida tadqiqot ilib berayotgan. Qizlaringizmi yaxshi o'sib yetilibdi, vatanga bir qancha qatim beribdi. Shu inglizlarga nisbatan sizningki haqiqatan dunyoning bu xo'jasi degan bir nima şununla layık bir nime bağımı bu. Biz bu Uygurlar İngilizlerden nimelerini öğrenişimiz gerek. Şu doğruluk bir. Endi bir qancha taraflardan cevap berishim kerak de sualingizga. İngiliz degan bu millat o'qim jihatidan javob berganda, to'g'ri, inglizlar bir millat, ammo inglizlarniki kelib chiqishi Anglo-Sakson deydi ve şu İngiliz ve Fransızlar Yevropa milletlerindeki şu aralarga berip Norveçlarniki Daniyalar degandek Daniyalar berip yerli milletlerini
bo'ysundirib yoki alishib asmasa bo'lib degandek hozirgi ingliz tili va madaniyatini shakllantirgan bular qadimiy millat emas bunday aytganda yangi millat ammo o'zini sistemlik taraqqiy qilgan millatda andan keyin ham burun bo'lgan bo'lsa millatchilik uqumi millatchilik uqumi Buyuk Britaniyada umumliq ega emas. Masalan, o'ng qanot partiyalar chiqdi bu deymiz, ular nayt az sonda, ham bir uqum jihatdan inson xarakterida millatchilikni yaxshi ko'rmaydi. Millatchilikni yaxshi ko'rmaydi, chunki ular u tarafdan anish qilmaydi. Masalan, yaqinda Shotlandiyaniki mustaqillik talab qilish, ovoz qo'yish bu referendum yani saylamida mesela şu milletçilik uqumi sınıf ketkeşke devlette 54% xalq mustaqil bo'lmaydi. Bu ham bir shu İngiliz Britaniyaniki ma'rif tarbiya sistemimizdagi jamiyatdagi qurilmada, tushunchada millatchilikni yaxshi ko'rmaydi. Millatchilik yaxshi ko'rmaydi, ham qo'llamaydi millatchilikni. Millatchilik har qanday to'qinishdan keltirib chiqaradigan bir tushuncha deb o'ylaydi. Bir manba deb o'ylaydi. Madaniyat jihatdan tabiiy Amerikalarga yaqin, Amerikaliklarga Yevropaliklarga yaqin o'tirdi, ammo odamlarniki xarakteri mijoz bu jihatlardan oq ko'ngil keladi, ammo sovuqqon keladi. Va shu falsafa millatlar desak bu sovuqqon keladi, bir ishlarga hayajon ketmaydi. Xalq shu xayr saxovat ishlarida kuchli xalq ichidagi tashkilotlar oldin qator turdi xalqlardagi dunyodagi ofatlar, shu tabiiy ofat, ijtimoiy va siyosiy ofatlar bo'lgan vaqtda davlatlarda ko'p yordam qildi xalqlar. Ondan keyin siyosiy tuzilma tabiiy ko'p partiyalik, podshohlik smol xarakterdagi bir tuzum. Hamda Uyg'urlar va Buyuk Britaniya bu vaqtda to'xtalganimizda Uyg'urlar keyin kelgan Mundaq deb aytganda Buyuk Britaniyada yoki London shahrida bor nüfuslarimiz, bor millatlarimiz Buyuk Britaniyamiz bor. Londonda eng ko'p chet ellar ko'p yashaydi. 50% chet el desak bo'ldi Londonniki. Men shaxsan Londonning o'zida yashasam sezmayman, siz chiqqanki o'zim chet elga chiqilmanda. Demak, o'g'lim endi bu yerda chet elga kelganlar ko'p. Biz Uyg'urlar nayt keyin kelganda 2000 millatning ichida Buyuk Britaniyada eng az sonli millatlar bizda. Mantiqi Tibetlarni bizdan 10-15 ming bag'u bo'ladi deb o'ylagandim. Tibetlar teksam ularnikimi bir 700 dek bakanda soni. Men yan kelgan vaqtlarda bir 2-3 Uyg'urlar bordi. Hozir masalan tez ko'paydi Uyg'urlar, O'rta Osiyodan kelgan Uyg'urlarmi xilib bor, o'qish chiqib qolganlar yoki o'qiyotganlar xilib bor. Aileliklardan bir 30-40 aile bor. Birlikda qo'shib qilingan ish mana shu 15 yildan buyon men kelganda tug'ilgan bolalar, yangi tug'ilgan bolalar hozir 100 bilan 150 atrofida yangi bolalar o'smirlar tug'ildi. Ko'p balliq bo'ldi. Angliyaga kelgan Uyg'urlarning ko'p jamoat kengayotdi. Shu maqsadlar bilan maktabimizda o'tgan yil mang'uzdik, bu yil mang'uzmiz deb umidda hammamiz ana til sinfini turklarning yordamida. Uyg'urlarning ahvoli shunchalik ham dunyoda. Ondan keyin taxmin qilsak hamda cho'ng kichik taxmin qilsak balki 300 dan 400 dan oraliqda bo'lishi mumkin, ammo u sonda yuqori emas. Uyg'urlar asosligi o'sha Londonni markaz qilib yashaydi. Manchesterda bir 40 ta Uyg'urlar bor. Bu hamda nüfus Uyg'urlarniki hamda munosib siyosiy qanday degan vaqtda hamda Yevropa davlatlariga o'xshash Buyuk Britaniyaniki Uyg'urlarga yoki Xitoy davlati bo'lgan siyosatlar Uyg'ur masalasida o'xshab ketadi. Yevropa davlatlariga o'xshamaydigan yeri nima degan vaqtda hamda Amerika bilan siyosiy birlikda ko'proq birlikda yuqori birlikka Yevropa ittifoqiga qaraganda
ko'p mahiylik Amerika alayda munosabat deb hisoblaydilar Amerika bilan bo'lgan munosabatni. Endi prinsipiyatdan o'xshash jiqinim yo'q. Yevropa ittifoqi qanday yuzlanish bo'lsa Buyuk Britaniya yuzlanishga mangdi va Buyuk Britaniya yana Amerika qanday yuzlanish bo'lsa shu yuzlanishga mangdi. Demak, Buyuk Britaniyadagi roli hamda Uyg'ur masalasi bo'lsin, dunyo siyosiy sahnalarda bo'lsin, shu nima bilan Amerika bilan bir o'xshash bir yo'nalishda mangdi va Yevropa bilanmi o'xshash yo'nalishda mangdi. Ko'p sohalarda Uyg'ur masalasida Amerikadagi inson huquq sohasi bo'yicha Xitoyni tanqidlab, Uyg'ur inson huquqlarini hurmat qilishni talab qilib, ko'narli xizmat bo'lmasimi, ammo inson huquq suhbatlari Xitoy bilan bo'lgan. Uyg'ur masalalarida mana shu fikr erkinligi bo'yicha jazolanganlar, yozish bo'yicha jazolanganlar shu turmaliklarning ahvoliga ko'ngil bo'ladi Angliya. Shu murakkab Buyuk Britaniya bilan Xitoyning munosabatlari murakkab munosabatlar. Ammo umum jihatdan yildan shu Amerika siyosati bilan o'xshashmagan Xitoy munosabati. Meningki bilishimcha Qashqariya davlati qurilgan vaqtda shu vaqt 1870-yilniki boshlari. Nasıl isimli qolmoqda. Shu vaqtda shu Qashqariya davlatini e'tirof qilgan shu radioda e'lon qilganda shu bir ma'lumotni olgandik. Undan keyin shu Osmonliniki Türk davlatlariga bo'lgan nimasini ta'siri va kuchib ketmasin degan nim bilan asta-asta Hindistonga kirgandan keyin bu Angliya, undan keyin masalan Türklarniki u yerga ular kelishdan burun nimalar bor, Baburiylar bor, shunaqa. U yerdagi Türk xonadonliklarining asta-asta yemirilishi, Angliyaning yerlik ta'sirining kuchayishi, Hindistonni egallashi shunaqa. Keyin hatto u nimaninki Hindiston o'shaqda Pokiston degan narsa yo'q, Bangladesh yo'q, shunaqa. Shu vaqtlarda ular shu Angliya Hindiston ozodlikqa erishgandan keyin undan keyin Angliyami shu nimaninki Angliyaning bir projesi plani bilan deydi hamda musulmonlarni Pokistonga ayrilishi shu xil tariqada hamda Uyg'urlarningki nimasigima keyingi mustaqillik yoki deymiz boshqa bir hayotiga ko'rsatgan ma'lum bir jihatda ta'sirlari bor deb tarixda-chi o'shunday bir nimasi bor deb bilamiz hamda. Tamam. Shu nimada bu gapni temani yaxshi chiqadi. Men bu tarafda to'g'ri u Yoqub aka davridan biz Qashqariya deymizda. Buniki bir ko'zdan ko'rgan bir shahid bor bu tarixniki. Yana Londonda Qashqar ko'chasi bor. Ko'chada bir ism bor. Bu vaqtda men BBC'ninki o'zbek bilimida bir mezgil ishladim. Shu vaqtda Londondagi Qashqar ko'chasi deb bir maqola yozib, shu BBC'da e'lon qilingan keyin vatan turbatlarimi tarqalgan bu xabar. Shu maqolada men tafsil to'xtalib, buniki Qashqar ko'chasi va shu vaqtdagi Buyuk Britaniya bilan Qashqariya davlatiniki Yoqub aka atg'azi. Bu munosabatlarni men shu vaqtda qanday bo'lganligi tafsil bayon qilib o'tgan. Xulosa shakl desak, endi bir narsa eng oxirida shunday tirikchilikni ko'rsatgan bo'lsa-mu, Buyuk Britaniya imperiyasi hatto Moskvani, Peterburgni shu vaqt qoyil qilishga, o'sha bir ish bo'lmaganda betaraf bir davlat qo'shqishni kuchgan bo'lsa, amniyatda Rossiya uni o'ziga foydasiz ko'rib, keyin uni mustaqil bir davlatniki qo'shishni rad qilgan, chunki Rossiyaning shu vaqtda O'zbekiston o'tirishadi manfaati ziyon yetadi-da. Chunki hammasi bir Turkiy millatlar. Undan keyin oxiri Buyuk Britaniya andik boshlanib bo'lgan sabab, chunki Buyuk Britaniya ham ko'p ziyon tortmaydi. Misol bombasimi shu vaqt e'tirof qilmasa, e'tirof qilgan Qashqariya. E'tirof qilib betaraf holatda tutib turamiz deganda, betaraf tutsak Xitoy va Rossiya ishqasi Buyuk Britaniyanniki hozirgi Pokiston va
Kashmir Hindistonlarga Rossiya təhdid salamaydı deb şu mənfəət üçün qollagan və janglarımız öz mənfəətinə keyin o Amerika aşıb Rossiyani rad qilish bilan Amerika aşmağandan keyin o Zoltonlar kelib qaytadan keyin nima qirg'inchiliklar bo'lib Şinjan degan ismni qo'yib 1884-yili bu ishda bo'lgandan keyin Buyuk Britaniya shu tushunib ketdi-da, chunki iqtisodiyotni qo'llagan manbalarmi bor. Buyuk Britaniya keyin shu Hong Kong orqali shu nima HSBC deb bank borda, Hong Kong Shanghai Corporation deb. Ayt bank orqali moliyajatni qo'llagan gap turib, Rossiyani ashsatgan, ashsatgan qo'llagan. Demak, bir urush bo'lsa, davlatni qurol etib ashsat manfaat oladi. Shundan Xitoydan manfaat oladi ular, hammamiz manfaat, milliy manfaatda. Tamam, Xitoy kirgan bo'ldi, batib kirgan bo'ldi. Adigi Buyuk Britaniya biladi, Xitoyning o qadar harbiy kuchining yo'qligini vaqtlar qarab baqsa, u inson tahdid qiladi. Tamam. Shundan sizlar unutib ketdi. Ammo şu vaqtki tarix Qashqar ko'chasi deb bir ko'cha, shu tarix shohid etib sifatida bugungi kungacha saqlanib kelyapti. Vatandan kelganlar bo'lsin, boshqa davlatlardan kelganlar bo'lsin, barimiz ba'zi aprib sayohat qilib, shuni ko'rib ketgan ko'p bo'lyapti. İnşallah shuna bir kunlar bo'lsa, shuna arzuyim bor, shu Qashqar ko'chasini bir o'ysatib, o'sha bir turg'un bor. Bu meniki metin ma'voda. Unda bir kunlar o'ylaymiz bo'lsa ba'zida. Ammo bir tarix qilib qolganda shu yerda. Qashqar ko'chasi shu ko'cha bilgan nom, shunaqa-ku. Ko'cha. Ammo Uyg'ur madaniyatiga oid bir ma'lum bir Uyg'ur uyi deganga o'xshash. Yo'q, hech qanday narsa yo'q. Hech qanday narsa yo'q. İnşallah bundan keyin mayli baylarımız olsun, mayli o'qigan o'quvchilar olsun, shu Qashqar ko'chasida o'zimizga kuchli bir hech bo'lmasa madaniyat uyimiz, shunday shirkatlar, ashna bir yerlarning shakllanishini umid qilamiz. Demisimi shu Komünist Partiyaningki Qizil Armiya kirgichi bo'lgan orliqda shu Rossiya bilan nimaninki Angliyaning konsulxonasi, konsullar elchilari Qashqarda zaten batdi. Shu Samanbog' degan nimaning atrofida bor deb shunda anglaydik. Romanlarda ma'noda o'qidik Abduqodir Damollarning romanlarida. Demak, Angliya bizdan necha ming kilometr yiroqda bo'lsa-mu, ammo bizga Uyg'urlarningki bir tarixiy va siyosiy hayotida ma'lum bir ta'sirning bo'lganligi bu aniq hamda. Rahmat, bu to'g'riliq yaxshi bir so'zlab o'tdingiz. Endi o'quvchilar to'g'riliq so'zladik. Uyg'urlarningki inglizlar bilan, Angliya bilan bo'lgan, ya'ni Buyuk Britaniya bilan bo'lgan munosabatlarni so'zlab o'tdik. 5-chi bo'lib endi Uyg'ur qalamkashlar va tor adabiyoti haqida biroz to'xtalsak, o'zingizmi Dunyo Uyg'ur qalamkashlar jamiyati shunaqa, bu hukumatsiz bir tashkilot, shuningki idoriy hay'atlarda o'zingiz vazifa ilg'lik, uningki to'g'ri jihatdagi maslahat va boshqarish ishlarida yordamda bo'lyapsiz. Tor bilan, bo'libmi Uyg'urlar bilan eng ko'p shu tor yuzida, tor orqali o'zingizning asarlarini e'lon qilib, vatandagilarimiz sizni yaxshi bo'ldi. Hozirgacha sizni bu xil programmada biz balkim tunji qatimda bo'lishi mumkin, bilmayman. Shu sizniki asarlaringizni ko'p o'qiydi vatandagilar. Mayli izlanish bo'lsin, mayli bo'lmasa boshqa torbetlari bo'lsin, bag'dash degandekchi. Shu Uyg'urlarningki tor adabiyoti qaysi yo'nalishlarga ketib bordi, bu jihatda biroz qisqacha to'xtalib o'tsak qanday bo'ladi? Endi Uyg'urlar tor adabiyoti desak, albatta Uyg'urlar tor adabiyotini muajiratda bu shaklda ketib bordi, vatancha bu shaklda ketib bordi deb aytsak, pek aqlga muvofiq bo'lmaydi. Umumligiga umumiy bir tor adabiyoti bor, shakllandi bu adabiyot. Chunki Nurun Qulayxon olib keldi bu texnika. Ammo aciz tarafı tor adabiyotniki sifat jihatda sifat kafolat qilolmaslik bu bir nuqsonlik bor. Chunki uniki tahrirlash, uniki asarlarning sifatini baholash biroz kamchilik bo'lyapti. Ammo tor adabiyoti umumiy jihatdan nihoyatda taraqqiyotda. Chet el muhojirat ekan, chet elda yashagan Uyg'urlar nisbatan vatanda sirishtirganda
Vatanda tur adabiyat nəhayət yaxşı, nəhayət canlı ketib bardı. Məsələn, Şinjan yazıçılar cəmiyyətin torbida deyimiz, yoki nurg'un Uyghur ataqlıq Uyghur tor səhifələrdə məxsus səhifələrə ayrılğan şeiriyat deyimiz, ədəbi əsərlər, tərcümə, nurg'un sahələrə ayrılğanda nəhayət köp oxulu buldu, kirib nəhayət bir yaxşı bir gülünüşlər ketib bardı əmdə. Muhacirat kemçil buluvatı degəndək, bu yerdə addisi şu yazısını birlik keltirəməslik məsələn. Ya, məsələn, Uyghur yazıqı, yəni Ərəb Uyghur yazıqı, yoki Latı yazıqı bu aralashdı hamda ki, biz hazırgan bir yüzünüvatıda Ərəbçə yazısını qo'llanishqa. Bu yerda hamda Windows sistemləri deyimiz, Almaniki sistemlər deyimiz, məsələn, Magniki tekst editorlarımız to'liq tanıydı, qabul qiladi. Məsələn, Mac kompüterlər işlətadigan Windows'daki Mac programlarımız çıxıb oldu, adamız tanıydı fontlarımız. Bu bir məsələ, texnik məsələ. Hətta yani akılfon, yani smartfonlarda mesela desek onu da mı şundan çıkıldı defter nurun programda çıktı yazıdan çatımız oldu Uyghurca meni verdi. Bir et mesela şu düşünç meselesi bu aslında yazıkımızı şu Uyghur yazıkda yani Arapça Uyghur yazıkda şu yazış nasıl kısak nayet yaxşı buladı. Bu işte onlaşmıyor muhaciratki hayatta. Muhacirat Uyg'urlarda. Andikin tur əsərlər nəhayət az, yoki sübhəsiz, yəni səviyyəsi tövən. Bu əhvallar umumyüzlük. Yaxşı tərəfi deyəndə həm də məsələn reallıq gəvdələndirdiğin əsərlərmə var muhaciratda. Çünki fikir şəklənməydi. Şu real Uyghur həyatını əksəldirdiğin hər temalarda. Bu tərəflərdə deyəndə vətəndəki tor ədəbiyyatda biraz çəkliminin içində, çünki nəşr qılınmaydı əgər də o temalar, sözgör temalar sözlənsə. Bu tərəfdə oxşaşmazlığı əlbəttə aniq. Həm də kəlgüsü qanday oldu deyəndə, məsələn, ictimai tor Allah vaxtlarını görənlər köp olub getdi. Həm də körvatımız yozuluşlardır, məsələn, tor əsərlərim vardır, həm də İctimai taraflarına aytken tarılıvatıdı. Ondan keyin şu ana sayfaya kiradigan ishlar bo'lib qilyapti. Ammo shu bir masalan agarda xalq ishida bir o'rin qurilsa, masalan deymanda, shu asarlarning sifatini tekshirdiganda, tekshirib, masalan xalq ishida qilib bo'ladi, ammo yetakchilar qatorida bir tor sayfasini qurib, masalan har qanday turib Uyghur turbatlari bir asarlar chiqish belgili yazıcılar çıkıp şu tor sayfasıga elektronluğa yollaş gerek, yollagandan keyin ular ya bir kun ya ikki kunda javobini chiqarib testni o'tmi deydi. Undan keyin tor sayfa testni o'tdi degan gapning o'zi o saviyasi kapal ega deganlik emas. U vaqt xanin bombatida mushnaga sal qaralyapti endi. Shu hamda sifat. Menma şu 2010'dan beri Uyghur Akademisi'ninki, Torbetlerininki, şu admin, başkuruş işleri, makale toplaş, o cihetlerde köp güç çıkardım, köp tiriştim, daha doğrusu, önümü etken çağda. Daim çıkıp günde en az bir 5 makale çıkarma, 5 tane timi yollayman da şunu üzerine plan kılıp, bir şekilde tiriştim, bir 2-3 minglik bir makale toplagandım eser şu. Hem de ahir kelgen çağda bu naydı Uyghur Akademisi olgandaki nurgun fikirler geldi. Bu akademiye degan isimga layık, bununki sübti kapatlık mısanlamaydı, nurgun imla hatalıklar, bu deyilen gepler oldu. Demek ki herkanda bir insan özü toplagan ya özü yazgan binasininki neri hata, neri imla cihetin kanda mesele var, bunu kullanmaydı iken. Hem de bu insan yazgan dinken özü adetlenip kalgan bir xil bir iş yazır iken. O cihette tor yazgıçlarıma şu özününki imla bu cihetteki seviyelerini aşırış gerekken onu bir yazıp olgandan keyin tahrirlemey hiç olmasa mesela yulgun torbetiniki imla tekşirdiğanımız var ya ki başka torbetleri var mesela çok imlası tekşirip olgandan keyin onu yollasa asan tabii köplügen hatalıklarının aldına ağlı oldu.
Ama tahrir, imla tahrirligi başka bir işken, edebi tahrirlik o çoğun bir işken oluşu. Doğru. Şuna o cihatta hakikaten Uygur tor edebiyatta, Uygur torçuluk nimesinde başqurguvchilar bo'lgan bilan o jihatlarda diqqat qildiganlar az endi shu. Hatto cho'ng tor betlarida bu jihatda qiyinchilik bor. Onun uchun bir adam ishlatishga to'g'ri keladi. To'g'ri. Onda seviyeli adamlar o işini kılıp yürüyende onu da üze başka kitap yazıp, şunam ya başka işlerini, tekrar çoğun işlerini kılıdığın işe vakit sarf kılışı mümkün. Nurga demle deydi mesela sizin var yazgan dersi olmadan bana hatalıklar var deyip dep koydu. Bir yerde bir tek kitap yazgan derse, siz şu hatalıkını tunup yetkendin ki, siz derhal onu özgertip, marı hata yapıp, este siz bana hata kıldınız, doğrusu mağu der. Şunam yani 10 minut vaktinizi çıkarıp, onun siz hatalıkını kösüp falan vermeyi, onu tüzütüp verin hem için. Hemen de bir neyse anılgan bir neyse köydüm de torbeti de. Bir ressam varken, o ressamın şagirdi şunda yaxşı yetilipti şu. Yetilgenden keyin şunu ulan bu depti, sen en yaxşı eserini elip, koçuğa en köp adam mağdaya koyup koy depti. Ama üstüge xat yazıp, mening resimimden qayerda hatalıklar varken depti. Şuna maş kızıl kalem bilen boyang depti. Boyap da degan talabni qo'ygan depti. Degandan keyin ma'qul deb qo'yib qopti. Ertasi qarasa o resimning hamma yeri qizilcha, xato, mayer yaxshi emas debdi. Ayni to'lab ketgan xato belgisi bilan. Shunda ko'ngli yerim kiribdi-da. Kelgandan keyin ha bo'pti buni ko'nglini yerim qilma. Seninki xatoligini ko'rsatgan yaxshi debdi shu. Degandan keyin undan keyin bugun hamda sen yine en yaxshi asaringni chiqargan, o'qish asarini shu, yine shu. Bunun yanıga xafa olmasanız, şu kalemler bilen de rang kalemine koyup qo'ysa, hata yerinde tüzütüp siz birinki tüzütüp koyun depti. Ayda degandan keyin qarasa, ögünüz qarasa, o resimninki o hata yerini tüzetken onda bir ahval yok endi shu. Degandan keyin ustoz deydi ekan, demek bir narsaniki hata yerini bayqash nayt asan ish. Ama onu tüzütüş, şunam ya, onu tüzütüş için senden yukarı bir seviye oluş gerek. Şunam ya, yak olmasa, o senin hata diyen adam samimiyetsiz olan bulu yani. Samimi halatta sana ucu bir, sana yardım kılışı gerek. Bu cihette sen de kaksan oldu da, şu bir meselini ortaya koyduyken, tesirlik bir hikaye. Şunun okşaş hem de bunun ikimi tor edebiyatı, tor nemesi de, qarindoshlarimizningki o'zi shu xato ko'rgan narsalarni tuzitib qo'yishini tavsiya qilma. Bu siz qanday qaraysiz bu jihatda? Jinoyat yaxshi bir taklifni berdingiz. Bu umumiylik mening diqqat qilishim, bayqashim shuda. Endi agarda shu tor saytlarda vatan ichki sirda bo'lsin, iqtisodiy unum qozongan yoki iqtisodiyotdan yordam bera oladigan şəxslər, yoki orqanlar, xalqçı təşkilatlar bolsa, azraq bir xarajat sərf qilib, bir türünü yol qoyğan bolsa, bir proyekt qatarı nəhayət yaxşı bo'ladi-da. Ya bir adam, ya iş qadam çıxırlar turib, tamam. Bütün məsələ torpun kullanılması misalda deyəndə. Məsələn, belki o torbat ismi Uygur Tahrir. Uygur Tahrir. .com buluşu mümkün, değil mi? Onun pidayı bir özü, erkanda bir edeb özü çıxıb. Veya o mesela onun gibi şu tahrirlerini terbiyeleydiğin bir derslikleri buluşu mümkün. Onunkin onu şu yazılan eserlerini tahrirlep bildiğinga nəhayət az haq veya ki haqsız, şunam ya. Bu cihette bir yaxşı bir türünü ortaya koysa, inşallah yaxşı bir netice kelib chiqishi mumkin endi. Hamma narsa, hamma ish biz Uyg'urlarda shu hamma narsa biz shu fikr qilmay, o'ylanmay, uni yangi narsani olib chiqolmaymiz. Avval shu o'ylanib tushunsak uni, ondan keyin bir fikrlar, yangi uqumlar, yangi ideyalar kirdi kallaga degandek buni so'zlashdik. Yaxshi bir tushuncha hosil qildik. Shu, to'g'ri. Yaxshi. Rahmat, bu to'g'rida yaxshi bir so'zlar bo'linib o'tdi. Masalan, Uyg'ur qalamkashlar jamiyati to'g'riliq bir qisqacha. To'g'ri. Uyg'ur qalamkashlar markazi, endi bunday aytganda, bu xalqaro qalamkashlar jamiyatniki tarmoqidagi bir tashkilot. Shu xalqaro qalamkashlar jamiyati
şu 1921 yılı kurulgan şu dünyadaki yazgıcı, ressam, jurnalist diyende şu ictimai fən sahəsində əsas qılıb qurulğan bir xalqaralıq bir cəmiyyət məqsədi hər qanda bir insanlık, hər qanda bir yazıçılığı çəkilib uçurmay, erkin azadda özünün fikrini oturuş, yeziş və nəşr hüququ çəklənməslik. Bütün dünyada əməlgə aşırış. Lakin bir hökumətninki, yoki şəxsninki besimidən sensor, yəni çəklimizdən qorxmay yeziş mühitini şəkilləndirishdə til və tərcümənin özü çıxalıdı. Nəyət bir xalqaralıq yaxşı bir obro'ga ega bir xalqaro bir tashkilot. Bu tashkilot shu marhum Kurash Kusan apandininki ayni yillar tirishchanligi bilan Qaysar O'sun apandi bilan birlikda tashkilot qurib chiqilgan, keyin xalqaro qalamkaşlar jamiyatiga rasmiy a'zolik qabul qilingan. Hozir bu tashkilotning xalq ko'p a'zolari bor, soni deb o'tmasammi, asosiy a'zolarimiz muajiratda va O'rta Osiyoda. Biz nurg'un xizmatlarni olib bordik bu jamiyatniki. Mong'oliyaga bordik, Ural Altay qalamkaşlari yig'in etish uchun shu Uyg'ur qalamkaşlarining yetakchiligida Vengriyada bo'ldik, Turkiyada bo'ldik, nurg'un ilmiy muhokama yig'inlarini uchrashlarni olib bordik. Bu vatandagi yezish huquqini qo'llanish sababidan, o'zining erkin fikr yozish sababidan turmaga ilingan Uyg'ur yazarlarimizni, ziyolarimizni haqqini qo'llash bu to'g'risida xizmatlarni ishladik. Xizmatimiz jonliq ketib bordi. Men bu fursatdan foydalanib yana shu yazarlarimizniki bizga egishni, o'zini asarlarini avatishni, xalqimizniki har qatlam, har sohani erkin fikr qiladigan, yozish huquqi cheklanmaydigan, nashr huquqi cheklanmaydigan bir muhitniki, bir sharoitning borligi Uyg'urlarga yatış üçün təm kuch chiqishini ümid qilaman. Rahmat. O jamiyatga a'zo bo'lish uchun chuqur bir yozuvchi bo'lishi kerak. Albatta, bu jamiyatga a'zo bo'lish uchun shartlar bor albatta. Tabii badal pul to'laydi har yilda. Undan keyin chuqur Uyg'ur ana tilida boshlanadi bo'lsin mayli, chuqur matbuotlarda e'lon qilingan tor adabiyotlar bo'lsin bo'ldi, ammo shu e'lon qilingan adabiy asarlar bo'lishi kerak, she'rlar bo'lishi kerak, jurnalist, rassom, bu yoshlar bilan cheklanmaydi-da. Adabiyot san'atchilar qabul qilinadi. Undan keyin qabul qilinish jadval hammasi bizning shu torbatdan kirib qaşlavası buldu. Ondan keyin to'shqizib bizga avasi bo'ldi. Bizning turbat adresimiz www.uyghur latincha Uyg'ur deb yozildi. UYGHUR pan hammasi bir xat PEN inglizcha pan uyg'urpan.org ORG. Bu saytga kirsa, Uyg'urcha, inglizcha va Uyg'ur arabcha yozuvchilarimiz bor. Shunda biz haqida saytimizda shu azab jadvallar bor. Qancha ko'p qarindoshlarimiz biz ergashsa, bu sepimizga bu bir siyosiy bir tashkilot emas, bu uchuq xalqaro bir tashkilot, ommaviy bir tashkilot. Albatta bizning kuchimiz zo'r edi. Nurg'un kitoblarni nashr qilamiz, yozuvchilarimiz sharoit hozirlab beramiz, nurg'un tarjima asarlarimiz bor. Masalan, Addis Etayli iz romani deymiz, shunday Javhar Uyg'ur yaqin zamon adabiyotidagi yoki Anayurt romani deymiz, Nurdin Sabir apandining marhum Abdurahmat apandininki iz. Bu nadir asarlar ingliz tilida tarjima qilinmadi. Shu kuchimizning yo'qligidan turyapti masalan. Shu adablarimiz hayot vaqtlarida bu asarlar tarjima qilingan bo'lsa, balkim Nobel adabiyot mukofotiga erishishga tegishli haqliq bir adablarimiz edi. Afsus amalga oshmadi. Yana bir maqsadimiz to'g'ri til va tarjima ishlarini kuchlantirib, Uyg'ur adabiyotini tabiiy dunyoga to'ldirish. Masalan, Turmatga Nurmuhammad
Yasin Örküş Efendi'ninki Yav Kepter namlıq əsri 20 tillarga xalqaro tillarga tərcümə qılınıb nəhayət keng taqıtıldı. Şuna oxşaş mesela bu şirketlerini şu Uyghur Qalbkiler Cemiyeti'ninki tirişçilığımız bilan amalga oshdi. Shunga har qanday Uyghur uchun qilib atgan xizmatlar badalsiz kelmaydi. Unaga badal to'lash kerak, vaqtni, kuchni berish kerak. Shunga yoshlarimizniki, peshqadamlarimizniki, yazarlarimizniki va adabiyot san'at sohasiga boshqa kasbiy jihatga ixtiyor bor qarindoshlarimiz bizga qo'shilishini, xizmatlarimizni qo'llab berishini samimiyat bilan taklif qilaman. Rahmat. Hurmatli ko'rurman qarindoshlar. Hozir bu bizning suhbatimizga oid yaxshi ketib bordi. Yuqorida biz akamizningki yardım bilan inglizlar va uyg'urlar aloqador ma'lumotlarni bir qator suhbatdan o'tkazdik. Undan keyin Uyg'ur qalamkashlar jamiyati bilan qisqacha ma'lumot egalladik. Undan keyin tor adabiyot to'g'riliq ba'zi yaxshi fikrlar o'rtaga chiqdi. Oxirida endi Aziz Isa Alkun akamizningki shu Uyg'ur qalamkashlar jamiyatidan tarafidan 2012-yilda nashr qilingan Donay daryosidan O'rxun bo'ylargacha degan bir kitobi bor. Shu kitob to'g'riliq bir qisqacha ma'lumot bersangiz, demasam bu kitobni vatandagi nurg'un to'rbatlarda quyoqliq PDF shaklini tushirib nurg'un o'qirmanlar o'qigan bo'lishi mumkin. Shundan bo'lsa, akamizning o'z og'zidan kitobni yozishga turtki bo'lgan narsa nima? Bunun qanday ta'siri bo'ldi sizcha? Shu to'g'ri qisqa so'zlab bersangiz. Rahmat. To'g'ri, men dastlab deb o'tdim. Mujohid hayotniki ma'nisi, ahamiyati shu vatandagi har bir vatan jibbergan har bir hodisa xalqimizning yuragini qanday so'qishi toki havoni qanday o'zgarishdan tortib biz bilan tang yashaydi. Bu qimmatga ega. U qimmat uzilsa, u bog'lish uzilsa, bizning mujohid hayotimizning ma'nosi yo'q. Bu Alloh taolo bu mehmonlarni shunday soladi ekan insonga, bu qushmi o'zining uvisi bizni yaxshi ko'rmaydi. Biroq boshqa bir qushqach bir kaptagi uvisini buzman desa, uni qo'g'daydi, o'ziga mushtim deb. Shunday bir munosabat ekan bu. Shu yana shu vatan ishqi, mehr-muhabbati bilan to'g'ri biz vatan imkon yarbangan imkoniyatlarni qanday yaratamiz, qanday foydalanamiz. Axir men qalamkashlar Uyg'ur qalamkashlar markaziga a'zo bo'lib kirib xizmatlarni ijro qildik. Keyin xalqaro qalamkashlar Uyg'ur markaziniki idora hay'at a'zosi bo'lib kirib, hozir shu xizmatlarni aqlab turyapman. Tor sahifasini ishlab boshqarib kelyapman hozirgacha. Endi shu jarayonlarda yani 2010 yıldan başlap bu paylaşımda aktif katışıp aktif jarayonlarda biz nurg'un xizmatlarni ishladik. Bu xizmatlarimiz tabii şu Uyg'ur bilan qarindosh bo'lgan millatlar, yoki bunday aytganda Ural Altay tilsizimizki millatlar yoki Turkiy millatlar, ata bobomizning tuproqlarga berish, ularni ko'rish, shu xalqlar bilan do'stlik munosabatlar turg'izish, yazarlar bilan, tarixchilar bilan, olimlar bilan, siyosatchilar bilan suhbat berish, Uyg'urning bugungi ahvolini tushuntirish, turli programmalarni o'rinlashtirib, buning hammasini tabiiy xalqaro qalamkashlar jamiyatiniki bosh idorasining yordami bilan va Yevropa, Amerikadagi demokratiyani insonlarni himoya qiladigan, qo'g'daydigan jamiyatlarniki maddi ve ma'naviy yordamlari bilan nurg'un xizmatlarni olib bordik. Bu xizmatlarning ichida biz 2010-yili Vengriyada bir qatorliq Ural Altay qalamkashlar markazidagi yig'inni Uyg'ur qalamkashlarining sayyohligida Budapeshtda ochildi. Nihoyatda ahamiyatli bir uchrashuvlar bo'ldi. Undan keyin 2011-yili biz Mongoliya ve şu Şeriat Akademisi'de bir Nobel mukofoti kandidati bo'lgan Manduyeda bir Mo'g'ul shoirniki
tashabbuskorlik bilan, taklif bilan Mo'g'uliya hukumati qo'shilishi bilan shu Mo'g'uliyada Ural Altay qalamkashlari yig'iniki davomini shu yerda ochdik. Keyingi navbatlik yig'inni shu Ural Altay qalamkashlari markazlari, ya'ni Latviya, Finlandiyadan tortib Vengriya, Turkiya, O'rta Osiyo Turk Jumhuriyatlari, Tatariston degandek. Undan keyin biz 2012-yili yozib nimaga bordik? Qrimga berib, Tataristonga, Qrimga, Tatariston emas, Ukrainaga Qrimga berib, Ahmashtda bu Ural Altay qalamkashlari yig'iniki yana davomlashdik. Yig'inni nurg'un xizmatlarni ishlab, shu qarorlar har bir qatim yig'in ochganda Uyg'ur tilini qo'g'dash yoki turmadagi Uyg'ur yozuvchilarniki huquqini himoya qilish to'g'risida xalqaro qalamkashlar jamiyati va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan birlikda qarorlarni chiqardik, nurg'un panellar yapardik. Mening his qilganim bu yerda bu kitobni yozish masalasiga demak, shu xizmatlarni qildik, nurg'un yurtlarni ko'rdik, davlatlarni ko'rdik, Uyg'urning taqdirini o'ylashdik, fikrlar yapardik, siyosatchilarni ko'rishdik, yozarlarni ko'rishdik, xalq ichidagi tashkilotlar bilan shu fikrlashdik, Uyg'urni tanitdik. Bu xizmatlarni hammasi o'ylab baxsak, yig'ib kelsak, bu bugun bo'lgan ish emas ekan. Bu biz aslida bir xalq ekanmiz, yiltizamiz bir ekan. Ya'ni bizning ajdodlarimiz toki shu Huldaniki Yevropaga ko'chishi, ya'ni hozir bugungi Macariston, Vengriyaga ko'chishdan shu safarni Yevroosiyodagi bir uzun bir safarda qurildi. Bu ko'chish toki Yevropa to'xtagan qadar Allohga bepoyon zaminlar, mutlaq ko'p qismi Rossiya tavalligida hozir O'rta Osiyo. Bu zaminlarniki hammamiz Turk millati yashagan zaminlar ekanda. Bu yerda bizni tabiiy Uyg'ur izlari nihoyatda mukammal saqlangan. Asoratliklar bo'lsin, madaniyat bo'lsin. Aynan demak, Uyg'ur yolg'iz emas ekandan bir xulosa keldi. Tunjuklar Uyg'ur millati yolg'iz millat emas ekan. Uyg'urning do'stlari hozirgi bu Turk millatlardan boshqa yana Finland, Bulgariya, Bulg'ariston, Vengriya, andikin Kavkazski millatlar shunda keng tushundik ekan, Uyg'urlar biladi ekan, shu asosda bir do'stlikni ilgari surish, Uyg'urniki buyuk ahvolni tushundirish, bu orqali bir birlashib, ya'ni shu endi xalqaro sahnalarda, yozarlarda qiziqtirish Uyg'ur adabiyotiga, Uyg'urlar uchun yozish. Bu harakatlarni qilib, bu jarayonni ko'rgan bilganlarim, adamda bir tuyg'u bo'ladi ekan, siz ekanda, shundan shu yoshlar bo'libmi, shu ammiy Uyg'ur tili, ammiy bob tilda tariximizni bayon qilish birinchi, ikkinchi bugungi holatimizni tushuntirish, uchinchi burungi davlatlarimiz, burungi davlatlarimiz qurilgan joylarda asoratliklarga ega bo'lish, uni qo'g'dash va keyingi avlodlarga yetkazish. Bo'libmi Uyg'ur yoshlarida islomiyatning burungi madaniyatlarini hurmat qilish bir engini, kimlik engini turg'izish. Bu maqsadlarda shu yig'inlarda so'zlangan fikrlar, bayonlar va bizning ko'rganlari necha yillardan buyon o'zimning hayot tajribasi bo'yicha qalamga ilishni orzu qilgan ba'zi bir mulohizlar, Uyg'ur internet to'rining qo'llanishi 5-yil vaqasining oldi va keyinlardagi xalqaro bo'layotgan vaqaliklar, Uyg'urlarga munosabatli mushlarni hammani ratlab chiqib, shundan 3 parcha maqola tashkil qilib, bu kitobni yozib chiqildi. Keyin turbatlarga qo'yilib, nashridan chiqildi, taqdirldi. Mana Uyg'urlar uchrashgan, ya'ni akib faqatim akib. Mana bir tasavvur qildingiz, nihoyatda xushal bo'ldim. Yenimga olib kelishdan unutib qolibdim. Rahmat. Yoqtirib o'qishingizni orzu qilaman. Vatangimni vatanda bunday imkoniyatlar bo'lmadi, ammo shu maqolaning o'zida bunday qisqartirilgan bir umumiy bir qisqacha bir savod berish maqsadida berildi. Endi u nihoyat bir cho'ng bir kitob. Nurg'un qismlar qolib qoldi. Endi men torda hozir haqsiz bu kitob tarqatildi. Yoshlarimizniki bu kitobni o'qib chiqishni
bu şu öz milliy kimligi va islomiyatdan burungi Uyg'ur davlat, madaniyat va bugungi ahvolimizni tushunishda bir paylash qimmati bor deb o'ylayman. Sizning o'qib chiqishlaringiz o'qiladi. Rahmat, o'zingiz kitobi to'g'riliqmi anayat yaxshi qisqa tushuntirib o'tdingiz. Masalan, bayatim honla nimasiga aloqador masalan Vengriya to'g'ri so'zladik. Bu qutimda honla qurilib yurtdi. Bu yerda men dunyoning ham yerida kelibdi. Hatto bu Koreya bilan Yaponiyaning bayrog'ini ko'rdim yerda. Hozir bu Turkiyada mesela Moğollarını Türk deb qaraydigan göz qarash var ekan, ba'zilarning shu. Ba'zilarni o'ylamaydi ekan. Undaki mesela Yaponiya bilan Koreyaning bayrog'ini ko'rdik. Bu jihatda bir yaqinchilik bir nimasi bormi yo'qmi? To'g'ri, bu qiziqdan bir savol bo'ldi-da. Bundaq ishda Til jihatdan Altay til sistemasi. To'g'ri, Altay til sistemasi bo'yicha aytganda, to'g'ri, Koreya Altay til sistemasida, masalan, Vengriyani xalqaro tilda Altay til sistemasiga kirgizmaydi. Hozir siyosiy jihatdan bo'lishi kerak, balki Yevropada bo'lg'achqa. Endi shu vengirlar so'zlasak, ko'chalarning ismini kichik deyotgan, men vengirlar so'zlashdim. Kichik o'xshash turishi. Apa deganlarimi o'xshaydi. O'xshaydi ekan, nurul so'zdan payqadim. Bunday gap til sistemasi aytganda, endi u finnik Uyg'ur til sistemasining tava degan bir qarashda shu nimada, shu Vengriyaniki tili bilan Finlandning tilida. Ammo bu finnik Uyg'ur til sistemasi bu yaktilar guruhi bu Ural Altay til sistemasining yaqin ichida degan gapdan unda ichi kirgizmagan. Ural Altay til sistemasida bu til sistemasi Koreyani kirgizdi. Koreya va shu Ural Altay til sistemasi ichida. Undan keyin Mongoliya ham shuning ichida. Bu endi Yaponiya kirish maqsad, Yaponiya o'ta sistemasi ichida emas. Kirish maqsad shu bunlar, shu hozirgi tashqi Mongoliya yoki Yakutiya yoki Sadichinninki hozirgi Xitoy chegarasi, shu vaqtda Xitoy chegarasi sepillarniki atroflardan ko'chgan bo'lsin, bizning vatanimiz orqali bugungi ko'chgan bo'lsin. Demak, yaponlar bog'lanishliq, jo'rabiylik jihatdan bog'lanishliqda, chunki bir qism ko'chgan shu taraflarga ko'chib, shu Koreyaliklarniki Ural Altay til sistemasiga tabi bo'lishning sababi shu. Ba'zi manbalarda nurg'unlar shu turk millatlar deb qaraladigan manbalar bor, shu Koreyaliklarnikida. Nurg'un turk qabilalari yoki Uyg'ur qabilalari berib o'sha qilib degan manbalar bor. Ammo yaponlarniki Xitoyda ko'chgan degan paranglarmi bor, masalan, orollardan kelgan janubdan kelgan paranglarmi bor, manbalar ko'p. Ammo Yaponiyaning joylashishi, demak, shu nimada, jo'rabiylik jihatdan yaqinchilik bir tarixiy bir o'xshashlikka ega-da. Shu mushtlashlik ham bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ha, men lekin yapon tilini hozir kelguncha nurg'un odam Uyg'ur til grammatikasiga o'xshash. Altay til sistemasiga tabiiy deb qaraydi. Unda emasmi sizcha? Yapon tilini emas. Emasmi? Ural Altay til sistemasi emas. Emasmi? Koreya. Ama Koreyani masalan, Koreya to'g'riliq Koreyaninki hozirgi ishlayotgan shu nima bor, alfabe deymiz-ku, ilippa. Shu nimasi shu Uyg'urlar shular kashf qilgan debchi, shular bir xabar nimada ko'rgandim biri. Kim yozdi birisi yozibdi ekan. Hatto shularga bilgi tuniqmi, ashchaqdagi nimalarniki avlodlari deydi-ku. Shularning avlodlari keyin Yuan sulolasi vaqtida Koreyaga shu elchi sifatida berib, undan keyin o yerda shularga bir yoziq ijod qilish to'g'ri kelib, shuningda Uyg'urlar o'qigan degan bir ko'z qarashlarni ko'rib o'tgandim. Hatto u to'g'riliq shu Koreyaliklarning izlanish nimasi bor-ku, tarixiy materiallarda shunday ba'zi belgilar nimalar bor ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugun shu Aziz Isa akamiz bilan o'zining Istanbuldagi qimmatli vaqtlarni chiqarib, bugun shu ilmining zaktini berganlar nomli suhbatimizningki ikkinchi qismini akamiz bilan shu Istanbulda mishada suhbatlashish bir fursat yaratib, o'ngishli holda tamomladik deb o'ylaymiz.
Eğer bizimki yetersizliklerimiz olsa biz ben onun üstüge bir riyasetçilik bir nimem mi yok ama şu akımız kelgenden keyin müşahede bir yaxşı bir hatırlarını kaldırsak bizim vatandakiler bizimki akımızdaki yürek sözünü anlasa ondan keyin chet elga chiqqan vaqtlarma bir ma'lum bir nisbatda yaxshi ko'z qarashlarni tikilib olsa degan bir umidda ilmining zakitni belgilagan nomli suhbatimizning ikkinchi qismini vaqt munosabati bilan mushu yerda oyoqlashga to'g'ri keldi. Chunki akamiz atdeganda Angliyaga qarab yo'lga chiqdi. Yerga borgandan keyin yangimiz yana boshqa yerga Uyg'urlarga oid yana o'zining tadqiqot xizmatlari uchun boshqa ketib qoladi ekan. Shuning biz vaqtini ko'p ololmaymiz. Sizden bu yerga uzun vaqtini chiqarib kelganingiz uchun sizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Allah razı olsun. Bu yerdagi İstanbul'daki yaxshi bir güzel xotiralarninki bir qismi bo'lib qolishini samimiyat bilan o'tinaman sizdan. Bundan keyin yana boshqa programmalar bo'lsa, yana sizni izlab siz orqali o'rganadigan yana nurg'un narsalarimiz bor. Rahmat sizga. Sizga rahmat, sizga rahmat. Nayt memnun buldum. Etraflı sözleştik. Şu fırsatını yaratıp, sizin kıymetli vaktinizni şu fedakarlık bilen ajırtıp bizge bütün akademinin yığını olsun. Bugünkü bütün faaliyetler olsun. Yani bu faaliyetler keşke almışlarında durdu. Sizden köp çalıştıp ettik. İnşallah. Siz ataydan şu bizni yani Uygurlarni deb kelisizlar degangicha o'zinglar yininglarni bilet putinglarni o'zinglar chiqardinglar. Biz bu yerga sizlar kelgandan keyin mehmon bo'lgandan keyin biz o'zimizning qo'limizdan kelishni tirishadigan ko'rsatdimiz. Rahmat. Hurmatli ko'rmanlar, bizningki bu suhbatimizning ikkinchi qismi yani ilmining zakitni berganlar programmaning ikkinchi qismi bu yerda oyoqlashdi. Hammanglarningki bizga ko'ngillarni berganinglar uchun rahmat aytamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Programmani nima qilishdan ayrılışdan burun yeni bir nuqtani eskartib o'tay. Ilmining zakitni berganlar programmının 3. qismida Yolg'on tor bekitining qurg'uvchisi bo'lgan bu qadimgi yig'inimizga Amerikadan kelgan doktor Muhammad Abdullah akamizni ziyorat qilmoqchi. İnşallah yaqinda o 3. qismida sizlar bilan ko'rishish uchun hammanglarga amonlik tilayman. Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat. Rahmat.